Kundalik hayotimizda eng ko'p foydalanadigan energiya manbalaridan biri tabiiy gaz barchaga birdek yetib borishi uchun noqonuniy ulanib olish holatlari bartaraf etilishi kerak. Buxoro viloyatida aniqlangan qoidabuzarliklar oqibatida esa qariyb 1 milliard so'mlik zarar hisoblandi. Bu orqali tizimdagi barqarorlik va tengsizlikka to'siq bo'layotgan bir nechta holatga barham berildi. Hududgaz Buxoro gaz ta'minoti filiali compliance nazorat tuzilmalari va hamkor tashkilotlar ishtirokida o'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida Buxoro viloyatida 1 milliard so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlandi. Buxoro shahrining Turkijandiy mahallasi Borakiyon ko'chasida joylashgan novvoyxonada xatlov o'tkazilganda tabiiy gaz tarmog'iga hisoblagichdan oldin plastik quvur orqali to'g'ridan-to'g'ri ulanib olish holati aniqlandi. Dalolatnoma rasmiylashtirilib 783 million 238 ming so'm miqdorida zarar qayta hisob-kitob qilindi. Qorako'l tumani tashabbus mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaroning xonadoni o'rganilganda iste'molchi vizual aniqlab bo'lmaydigan yo'llar bilan rezina ishlang orqali tabiiy gazdan o'g'rincha foydalanayotgani ma'lum bo'ldi. Qayta hisob-kitoblarga ko'ra gaz ta'minoti korxonasiga 260 million 172 ming so'm miqdorida moddiy zarar yetkazilganligi aniqlandi. Albatta, hujjatlar rasmiylashtiriladi, tegishli tartibda huquqni muhofaza qiluvchi idora vakillariga topshiriladi va ta'kidlash lozim, tabiiy gazdan noqonuniy foydalangan iste'molchiga nisbatan ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi bu holat. Va har bitta o'sha red tadbirlari davomida aniqlangan holatdan so'ng, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 319-sonli qaroriga asosan barcha holatlar, jarayonlar qayta hisob-kitob qilinadi va tushuntirishlar, targ'ibotlar olib boriladi hamda aynan noqonuniy holat sabab o'sha iste'molchi tabiiy gaz tarmog'idan uzilib qo'yiladi. Ta'kidlash lozim, keyingi yillarda tizimning raqamlashtirilgani bu kabi noqonuniy holatlarni aniqlash va oldini olish imkonini bermoqda. Yuqoridagi har ikkala holat rasmiylashtirilib, barcha hujjatlar huquqni muhofaza qiluvchi idora vakillariga topshirildi.